Hi everyone, welcome to Thai Language Training Center. New concept English video class. Assalamu alaikum savodoshlar. G'oya til tarbiyalash markazining yangi o'quv ingliz tili sin darslariga kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugun o'rganmoqchi bo'lgan darsimiz lesson 107. Okay. Biz bugun 107-darsni ko'rib o'taylik savodoshlar. All right. Amsa qaranglar, bugun new words. Okay, and the first new word nima desanglar? Madam. Okay. Xo'sh, madam deganimiz nima desanglar? Xonim. Aratam shu ayollarni hurmat yuzidan hurmat qilib, qana madam deb chaqiramiz. Okay, nima deb chaqirganmiz? Madam. Okay, what about erlarni chu desanglar? Sir. Okay, and erlarni sir deb chaqiramiz. Bu nima? Efendim degan gap bo'ldi. Madam degan chu xonim. Hanım, okay. Sir deganimiz chu efendim. Onun dışında yana ma'no qarasanglar varisinde mesela ladies and gentlemen ko'pincha mesela ommaviy so'rovlarga nutqlari nima deb chaqirdi desanglar? Ladies and gentlemen. Good. And the ladies. And the lady degan birlik shakli xonim ko'pincha ommaviy so'rovlarda hurmat yuzidan ayollarni nima deb chaqirdi? Lady. Ko'plik shakli ladies. Nahmush ekrandagidek, and gentlemen. Good. And the gentlemen makani an yozilgan shakli efendim bu ommaviy so'rovlarga erlarni chaqirish so'la gentlemen deganimiz mishar ko'plik shakli ladies and gentlemen. Okay. Xonimlar efendilar degan gap bo'ldi. Xonimlar efendilar. All right. Okay. Good job. Next one is smart. Do you know smart? Okay, look, smart means very beautiful. It's an adjective. O bo'lsa bir sifat, savodosh bu nima? Smart intan chiroyli degan gap, intan chiroyli degan gap bo'ldi. All right, endi qarab baqsaq, mana mashinaga. Bu mashinaning markasi nima? Smart. Yeah, exactly. And these cars are smart. Demak, bu mashinalar qanday? Intan chiroyli. Chiroyli. What about next one is a pretty? Okay, pretty. And pretty also means beautiful and smart. Okay, chiroyli degan gap, beautiful nima? Chiroyli. Okay, look at this girl. She is a pretty girl. U bo'lsa bir chiroyli qizchaq. She's a pretty girl. All right. Next one is as well. Okay, as well. And majumla qarasanglar, her mom is pretty. She's pretty too. Uning opsi chiroyli. U mo qanda chiroyli. Endi men yerga to degan mu nima? U ba chiroyli. And we can also say this one, her mom is pretty. She's pretty as well. Okay, uning dışında yana nima desanglar? Uning opsi chiroyli, u mo chiroyli. Demakchi, men yerga to bilan as well qanda desanglar, o'xshash ma'noda so'zlar. Demaksa, o'xshashlar degan gap, o'xshashlar. As well, yana to. Good. Andaqda savodoshlar, yana bir jumla qarab baqaylik. Qarab baqsaq, the clothes are smart. The glasses are smart too. Okay, nima? Bu kiyim-kechaklar qanday chiroyli, intan yarashimliq. The glasses are smart too. And bu stakanlarmi qanday desanglar? Stakanlarmi chiroyli. Shunami? Also we can say the clothes are smart. The glasses are smart as well. Okay, demak bu shara as well bilan to-ni qanday almashtirib ishlatishga bo'ladi. Ikkisi o'xshashlar degan ma'noda. All right. Next one is look at this. What is this? You can say it is suit, right? Sim shakli suit. Suit means jacket and trousers made from the same material. Okay, and nima? Ustinki chopan ham ishtini o'xshash materialda yasalgan. Demakchi, bir qor kostyum burulkini odatda nima deymiz? Suit deymiz, suit. What about this? Suit. And the peel bo'lganda suitning ma'nosi demak be right for a person. Demakchi, birisiga qanday qilmoq yarashmoq, maskemak degan gap. Endi maskalash qaysi jihat cho'ng kichikligi, rangi har qaysi jihatda maskaga yarashgan bo'lsa suit deymiz. Suit masalan, does this hat suit the boy? Qaranglar, o shlapa o'g'il bola maskapdimi? Okay, does this hat suit
the boy. Okay. Әмсә, қарсақ, сағадашлар, әмді сөзлікlerinin mühim noktalarını tügəpті. Әмді read and answer the questions. Read and answer the question. And I will give you a minute and a very short time, and then you can read your text and then listen the recording and then answer these questions. Okay, like does the lady like the blue dress? Is it her size? Demekçi, o ayal şu kök rənglik köynəkni yaxtıdı mı? O üzününki çoğun kişilik üzgü mas geldi mi? Okay, əmsə anlatışdan keyin cavab versanız arkadaşlar. Okay, avval köngül qoyub bir anlasanlar. Lesson 107. It's too small. Listen to the tape. Then answer this question. What kind of dress does the lady want? Do you like this dress, madam? I like the color very much. It's a lovely dress, but it's too small for me. What about this one? It's a lovely dress. It's very smart. Short skirts are in fashion now. Would you like to try it? All right. I'm afraid this green dress is too small for me as well. It's smaller than the blue one. I don't like the color either. It doesn't suit me at all. I think the blue dress is prettier. Could you show me another blue dress? I want a dress like that one, but it must be my size. I'm afraid I haven't got a larger dress. This is the largest dress in the shop. All right, everyone. And so can you answer this question? Does the lady like the blue dress? Is it her size? Okay, can you? All right. You know, second question is, what about the green one? Demekçi, yeşil birisi şu. Demekçi, yeşil birisi, o yeşilini yaxtıdı mı? Okay. Does the lady want to try it? O ayal qanday qilmoqchi mi? Sinab bakmoqchi mi? Okay. Hem o'zingizlar bir javob berayotganlar, arkadaşlar. Okay. Good. So next one is the green dress her size? Sizningcha o yeşil rangli ko'ylak uninki cho'ng kichikligiga, demakchi cho'ng kichiklik shu ayolning nimasiga mos keldimi? Razmiriga? Or can assistant get a larger one for her? Yoki shu prikazchik uningga texmi cho'ngrog'ini qanday qilib berimi? Tep bera oladimi? Okay, demakchi bu savollarniki savoldoshlar javobini bo'lsa bizniki öndedar salonga va yoki bo'lmasa bizniki abdiy ta'limimizga va yoki bo'lmasa shuning tagidagi so'z qoldirish yeriga so'z qoldirsanglar bu savolni javobini sizlar qoldirib ketdim. All right. Anda niyarki read and match. Amsa o'qigan bo'lsangiz savoldoshlarimiz mana bir tutashtirib baqilay. Amsa qarasanglar birinchisi, do you like this dress? Okay. And the lady named it. I like the color very much. It's a lovely dress, but it's too small for me. And men rengining tan yaxtudum, o bek chiroyli bir ko'ylakkan. Lekin it's too small for me. Tan kichikka. You know, short skirts are in fashion now. Would you like to try it? They say, all right. Demakchi, mush qisqa yopkalar moda bo'layotadi in fashion. Siz sanab baqamsiz. All right. What about, how do you think of the green dress? Okay, how do you think of the green dress? Okay, endi mana yeshil ranglik ko'ylakni qanday qaraysiz? Ishtami? Oh, it's too small for me as well. It's smaller than the blue one. O ko'kidan qanday desanglar, texmi kichikkan. Okay, do you like the color? Oh, I don't like the color either.
It doesn't suit me at all. Men o rengini mi yoqtirmadim. O menga faqat qanday qilmaydi ekan, yarashmaydi ekan. Okay, so could you show me another blue dress? I want a dress like that one, but it must be my size. Biroq u mendan cho'ng kichikligimga razmerimga mos kelishi kerak debdi. Okay, I'm afraid I haven't got a larger dress. It's the largest dress in the shop. I'm afraid men ensirayman demakchi. Men topolmasligimni ensirayman, chunki bu bizning do'kondagi eng yo'g'ini edi. Okay, good. And sağlaşa qaranglar. And let's look at our language focus. Okay. Language focus qarang sağlaşlar. Endi bugungi darsimizdan bir language focusni o'rganib ketaylik. Endi qarasanglar, short skirts now. Okay, short skirts are in fashion. Okay. Endi ichariki in fashion qaranglar, be in fashion. Demakchi, hozir in time moda bo'lyotidi. Nayte qanday kishilar yoqtirib setib olyotidi degan gap. In fashion. Masalan, sports shoes demakchi tantarbiy oyoqlari hozir moda bo'lyotidi degan nima deymiz savodoshlar? Dabaqinglar? Ekran qarab turibman dabaqinglar? Ko'zam qarab turibman. Good. Demak, in fashion now. Now, sports shoes are in fashion now. Okay, good. You know, the hat and caps, the name is, are in fashion now. Demek hat and caps, demek ki köplik şunu ama, demek hat, şu şlapa, caps, şapkalar qanday bo'ladi? Hozir intayin moda bo'lyapti. In fashion. Okay. So next one is, can you blah 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 me another blue dress? Nimda to'shqizimiz savodoshlar chaqiranglar. Can you find me? Or can you show me, right? Can you show me another blue dress? Okay. Endi misharika show deganimiz ham demaysanlar, ko'rsatmak. Masalan, can you show me another blue dress to me? Desakmi qanday desanlar, asosan o'xshash. Endi qanday desanlar, qaranglar. Show somebody something yoki show something to somebody. Show something to somebody. Endi chunki men qarasanglar savodoshlar, misharika bu yerda to'ldiruvchidan ikkisi bor. Birisi bevosita to'ldiruvchi, birisi vositali to'ldiruvchi. Endi bu yerga buyruq jumla emasmi? Igisi you show me yoki show something to me deyish kerak. Shunami? You yushurnalat keldi, show xabari ham to'ldiruvchi ikkisi. Agarda hamda mushu masalan show somebody mus vositalik to'ldiruvchi ash feeldan keyin xabardan keyin kelib qolsa, bu keyinda bevosita to'ldiruvchi kelaverdi. Agarda bevosita to'ldiruvchi xabardan keyin bevosita kelib qolsa, biroqlam olib kelib qolsa, vositalik to'ldiruvchi demakchi kishilik almashning oldiga to ni qanday qilamiz? Qo'yimiz. Shunlashqa masalan show somebody something and show something to somebody. And so the shop assistant is showing me the code. And the shop assistant is, the name is Mishaka. Okay. Showing the code to me. Demek ki bevosita to'ldiruvchi ko'pincha narsalarning bo'ldi, bevosita to'ldiruvchi bo'ldi. Ma'ni oldirib kelishanaga showning keyinda. Shunlashqa tuning oldiga, ya mening oldiga tuni qo'yishimizning sababi shu. All right. Ansa savodoshlar qaranglar, bugungi darsimizdagi sentence structure, jumla qurilmalari. Okay. Anda boshdan qaranglar, which is fast, sorry, or which is faster and which is the fastest of them all. Ansa qaranglar, qaysi tez, qaysi uningdan tezroq, and yana qaysilari eng tez mushlarning ichida hammasini ichida. Sanabanglar, and tezdan nima deymiz? Masalan, the bike is fast and the car is faster. What about that airplane? Okay. And so airplane qaranglar. Airplane chu. The plane is the fastest of them all. Demakchi, mushlarning ichidagi airplane eng qanday? Eng tezi. The fastest. Demak, endi bu yerda savodoshlar ama şu sifatlarning selishtiruv shakli. Qaranglar menga ham rasmlarga. Sizlarcha igiz qaysi? Masalan, the horse. Shunaqa, which is tall? Yeah, horse. Which is taller? Qaysi igizroq? The monkey, right? Okay, tall, taller, and which is the tallest?
eng egiz qaysi savodoshlar bu resimdan shirki eng egizi nima? Zirafa shunami? Okay. The tallest. Okay guys, amsa ma resimga qaranglar. Okay, amsa masalan today bugun abala bir morojne ko'rib shunaqa demakchi morojnegizga demakchi today qanday ekan? It's hot. Shunami? Va issiq. Andaqda yesterday tunuguncha odam degan shilankini ko'tarib ustiga suv qo'ygan turibdi, shunami? Demak it's hotter. Demakchi texmi issiqroq. What about the day before yesterday? Wow, the day before yesterday vahshiy issiq bo'lib ketibdi, ya'ni quyosh degan chiqib sarang qo'yib ketibdi, shunami? O'rniga nima? The hottest. Okay, the hottest day. Okay, hottest. Okay, good. Ansa qaranglar. Okay. Anda birinchi kuni qaranglar, birinchisidan deb tursangiz, 3 ta odam turdi o'mar resimda. Qarsangiz nima? It's a large crowd. A large ko'p chiq nurg'un degan crowd degan nima desam, odamlar to'ppi. Okay, and larger crowd. What about second day? Second day texmadamroq jiqroq bo'lib tushunami? It's a larger crowd. What about third one? Okay, third one. Wow, you cannot imagine. Vahshiy odam jiqqanmi? Endi nima? The largest crowd. Demakchi eng ko'p qanday odamlar to'ppi. Okay. All right. Okay, amsa ma chamdallarga qarab qo'yinglar savodoshlar. Endi bu chamdallarga qarasanglar, me'yor birinchi chamdan 5 kilogram ekan, shunami? Okay, ikkinchi chamdancha 10 kilo ekan, uchinchi chamdancha 20 kilo ekan. Andaqda mushu qaysi eg'i bo'llar? Okay, 5 kilolik eg'i. Qaysi uningdanmi eg'iroq? 10 kilolik heavier, shunami? Heavier eng eg'ichi. Okay, heaviest. Okay, good. Heaviest. Demakchi o eng qanday egri. All right. Amsa mushu sifatlarningki selishtirma shakllariga qarab qo'yinglar, savodoshlar. Qarab qo'ygan bo'lsak, okay. Masalan, ko'pincha selishtirma shakliga nima qatimiz desanglar, masalan cool bo'ldi, shunami? Coolest. Selishtirma shakliga er ni qattiq eng yuqori shakliga cho'risanglar, est. Demakchi cooler, coolest. Demakchi salqin, salqinroq, eng salqin. Shunami? Warmer, warmest. Demakchi illiqroq, issiq, issiqroq, eng illiq. Okay. Older, oldest. Demakchi yoshli cho'ng, qariroq, eng qari yoki ko'naroq, eng ko'na. Clean, cleaner, cleanest. Pakizroq, eng pakiz. Shortest. Demakchi pakaroq, yoki qisqaroq, eng qisqa, eng paka. All right. Demak, amdimshaga sifatningki selishtirma darsini yazsak, nima? Er qotimiz raq qo'shimchasi shunami uyg'ur tilidagi. Estni qasaq nima bo'ladi desangiz, savodoshlar, bu yerda eng yuqori darsi bo'ldi. Masalan, cleanest, eng pokiz, shunami? Tallest, eng egiz degandek. All right, amsa yana qarasak, mishariki shu selishtirib qarasanglar, ba'zi oxir i bilan oxirlashganini qanday qilamiz? Masalan, r-ni bevosita qataveramiz, ya'ni yoki est bilan bevosita qatamiz. Masalan, late, later, latest. Keyinroq, eng keyin. Large, larger, largest. Cho'ngroq, eng cho'ng. Okay, nice, nicer, nicest. Shunaqa, yaxshiroq, eng yaxshi. Shunami? Agar demakchi, shu oxiri i bilan oxirlashib qolganga asqatim. Endi oxiri y bilan oxirlashib qolgan qanday qilamiz? Desanglar, y-ni ayga aylantirib qanday qilamiz? Er qatamiz, ha? Y-ni ayga aylantirib er qatamiz. Demakchi bu y-ning oldida cho'qim nima bo'lishi kerak? Desanglar, so'zuq tovush sharaf bo'lishi kerak, ha? Masalan, a, e, I, o, u degan. Masalan, heavy, heavier, heaviest. Lazy, lazier, laziest. Demakchi, o'rinroq, eng o'rin. Eg'iroq, eng eg'i. Shunami? Okay. Endi yana bir qoidasi nima desanglar, bo'laqmi ko'pinchisi mush bir bo'g'imliq so'zlar. Demakchi, masalan, hot. Birlam shu nafas bilan aytadigan-da. Bo'lsa, masalan, hot, buni birlam, anoniki birlam so'zuq tovush bor. Oxirdan sanaganda bu so'zuq tovushning o'rnida ikkinchi o'rinda bo'lsa, eng oxirgi shu uzuk tovush harfini qanday qilamiz desanglar, bir qoidalaymiz. Masalan, hot. Okay. Hotter, hottest. Shunami? Hot, hotter, hottest. Issiq, issiqroq, eng issiq. And big, bigger, biggest.
총, 총으락, 앙, 총. 그다음에 thin, thinner, thinnest. مثلا 우룩, 우룩락, 앙, 간다게 우르게. Okay. Fat, fatter, the fattest. مثلا simiz, simizrik, 앙, 간다, simiz. Okay. Әмсә маны бір сөйлестіріп аңла, қараңлама. Бүгін ава ыстық болып кетіп тұшынама. Mesela, it is, we can say hot today. What about yesterday? Түнігінші, it was hotter yesterday. Шынағы, үшіншісі, ел бүгіт зады, әмін әсі көтіріп тұқыш амалыр үшін тат. Демекші, the day before yesterday, the hottest day in the year. Демекші, өліш күн болса, мұшу жыл бойынша әң қанда күн, ыстық болған күн. Alright, and last year, this year, I have ever seen. Mesela, there was a large crowd at the race last year. Ötken жылы, мұшы мұсабық мейданында, мұсабықыда қанда найты, зор тамаш білі баты. Шынама, this year the crowd is larger. Әмді бұл жыл, mesela, ресім қырсан болды, бұл адамда топқанда көпірек. And it is the largest crowd I have ever seen. And where I have ever seen. Men көріп баққан немелерінің шірке, адамдар тобының шірке әң қандығы, әң көпе. Alright. And sen mağına qaranlar sağlaşlar. Mesela Bobby, Timmy, Amy. Okay, look at it. You know, Bobby is 100, Timmy is 200 kilogram, and Amy is 300 kilogram. So Bobby is heavy. Okay, Timmy is heavier than Bobby, and Amy is, you know, heaviest of them all. 300 kilo. Oh, you cannot imagine, right? 300 kilo deganem de elbette qanday intayin iri bo'ladi. Okay. So Paul is taller than Sophie, right? It was hotter than yesterday. Hotter yesterday than today. Mesela the blue suitcase is heavier than the red one. Degandek majumlu şekli, and bu şu sübetlerninki qaysi şekli desanglar, selishtirum şekli. And selishtirum şekliga ishlatganda nima desanglar, cho'qim yara then ishlatamiz, then bo'ladi. And buni shekli qanday desanglar, mesela A B pili, onunki o'ttirdi emas sifatlarning selishtirum shakli, and then B. Demakchi A bilan B ni qanday qilish? Selishtirish. A bilan B ni selishtirish. Amsa qaranglar. Masalan, Hans is tallest of them all. And the ma'lum Hans bo'lsa, o'sha ham ularning ichidagi eng qanday egizi. Demakchi, masalan, the day before yesterday, the hottest day in the year. Demakchi, o'lish kun bo'lsa, o'sha yil bo'yicha eng issiq bo'lgan kun. Tushunami? Mesela, it's the largest crowd that I have ever seen. And u bo'lsa men ko'rib baqqan tomoshabinlarniki yoki odamlarning ichidagi eng nimasi, eng ko'pi degandek. Demakchi, mush eng yuqori darajasini yozganda qanday qilmaymiz desanglar, savodashlar oldiga d deganni qanday qetib qo'yamiz. Masalan, the eng yuqori darajasi, masalan, the biggest, the largest, the shortest, shunami? Uning lekin in blah 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 of all. Demakchi in degan ma'lum bir doirani belgilab turadi, shunami? Masalan, it is the blah 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 blah. Okay, degandek. It is in or yoki of. Va yoki it is the eng yuqori shakli that I have ever done. Demakchi I have ever seen, I have ever met. Masalan, he is the tallest man I have ever met. Men tanıydigan adamlarning ichidagi eng qanday egizi degan gap bo'ldi. Alright. Amsa mushu bo'lsa, mushning ichida eng nimasi shunami? Okay. Okay guys, let's practice a little bit. Amsa mushu sifatlarniki selishtirum darsi, eng yuqori darsini bir deb biranglar. Men mau o'tkazishdim buni. Xo'sh, amsa birinchisi cold ekan bu. Sovuqroq bo'lsin deymiz. Dabanglar? Yaxshi. Colder, coldest. Heavy, heavier, heaviest. Hot, hotter, hottest. Nice, nicer, nicest. Lazy, lazier, laziest. Fat, fatter, fattest. Okay, ansa qaranglar, mushu jumlani bir do'rab beringlar. Okay, ma jumla shakli. Masalan, it's warm today, but it was warmer yesterday, right?
And it's cool today. It was cooler yesterday. It's wet today. It was wetter yesterday. He's late today, but he was later yesterday. Now, this task is easy, but that one is easier, right? And this bookcase is large, but that one is larger. Okay. Andaqda, what is behind the picture? I am young. Okay, I am younger than you are. Okay, or I am the youngest in the class. Demek mağazlarına ki meşq derslerine sağlaşlar. Dikkat kısanlar. Ayş meşqlarını işletisler. Mesela birinci resmi qaranglar. I am old. Şunama. I am senden you are da bakanglar. Senden çoğurak bolsa I am older than you are. Okay, maçı en bu sınıf boyunca en qirisi, en çoğu bolsa I am the oldest. Okay, I'm lazy. And the men senden qanda o'rrak bolsa I am lazier than you are. And the men mushkil sınıf boyunca en uğur ne bolsa I am the laziest. Okay, good. And I am heavy. Men igr. Şunağı. And the men igrrak. Yaki men simizrek degen gap. I am heavier than you are. I am the heaviest in the class. Demek ki mushu sınıf boyunca en simize yaki en igr degen gap. I'm fat. Okay, fat again, simiz now. And the men simizrek was I'm fatter than you are. I am the fattest. Okay, I'm very big. Maybe you one. I'm bigger than you are. Yeah, okay, I am the biggest in the class. Okay, guys, and summary and homework. And today we have learned a couple of sentence pattern, and also like a very important thing about adjectives. And bugün sağlaşta bolapmı bu şu sıfatlarning selishtiruv darajasi eng yuqori darajasida o'rganib o'tdik. Cho'qim shu o'y qaytgandan keyin, ayaq o'y qaytgandan keyin emas, shuni ko'rgandan keyin qanday qilinglar desanglar, bu shu intayin yaxshi mashq qilinglar, so'zlarni 10 qatim, 20 qatimda ko'chiringlar. Undan keyin bo'lsa tekstni yaxshi yodlabchi kelsanglar bo'ldi. Undan keyin bo'lsa shu kitoblarning keyingi mashqni o'zingizlar yana bir astoydil ishlab, nima qilinglar? Undan keyin ishlab bo'lgandan keyin bizningki shu sin darslik bilan selishtirib chiqsanglar bo'ldi. Okay, and thank you and goodbye. See you next time. Goodbye.